Tenere cho'li sahroyi Kabir janubidagi nihoyatda quruq hudud. Shu cho'lda bir vaqtlar 400 km radiusda yagona daraxt akatsiya o'sib turgan. U uzoq yillar davomida karvonlar va yo'lovchilar uchun yo'l belgisi vazifasini bajargan. Odamlar daraxtni asrab-avaylab, hatto uning barglarini tuyalar yemasligi uchun ehtiyot qilishgan. Daraxt ildizlari yer ostiga taxminan 40 metr chuqurlikgacha yetib borib suv topgan. Bir vaqtlar bu hududda ko'l bo'lgan, keyinchalik esa hammasi qurib ketgan. Shunga qaramay daraxt yashashda davom etgan. 1940-yillarda bir yuk mashinasi tasodifan daraxtga urilib, uning bir qismini sindirgan, ammo daraxt tirik qolgan. O'sha paytda uning yoshi 300 yildan oshgani aniqlangan. 1973-yilda esa daraxtni bir mast kishi urib ketadi. Bu safar u nobud bo'ladi. Yuzlab kilometr masofada bundan boshqa hech narsa yo'q edi. Kelib shu daraxt bilan DTP bo'lgani g'alati. Daraxt halok bo'lgach esa uning qoldiqlari Niger milliy muzeyiga olib ketiladi. Hozir uning o'rniga metal yodgorlik o'rnatilgan, lekin haligacha hech kim urilib ketmadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling, chunki ma'lumotlar odatiy emas.